Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Mana keyingi dars, ya'ni 6-darsimizga keldik. Hozir sizlar bilan to be ning hozirgi zamonini o'tamiz. Bu nima edi? To be o'zi, to be bu gaplarda agar ish harakat bo'lmasa ishlatardik. Ish harakat bo'lmasa, ya'ni gapda fe'l bo'lmasa demoqchiman. Bo'lmasa, ya'ni ishlatiladigan maxsus bir fe'l desa bo'ladi. Gaplar eslarida qolsin. Hozirgi zamonni faqatgina aytyapmiz hozir. To be bu gaplarda ish harakat bo'lmasa, bu nima degani? Misol uchun ismni aytishda ish harakat bo'lmaydi, to'g'rimi? Yokida qayerdanligini aytishda ismni aytishda, qayerdanligini aytishda kasbini aytishda ishlatiladi. Endi eslaringda bor, egalik almashdan o'tgandik. Bu yerda I bor. Bu men degan edi. To'g'rimi? Bu yoki he bor. U edi o'g'il bolaga. She bor. U qiz bolaga edi. It bor. U narsalarga edi. Bu ham u degan narsalarga. You sen yoki siz degani. We biz va they bu yerda ular degani. Mana shu egalik almashlariga biz to be shaklida taxminan hozir chizib ham ko'rsataman. I bo'lsa, mabodo biz am to be fe'lini ishlatamiz. He ga is fe'lini, she ga is fe'lini, it ga is fe'lini, hop, you ga are fe'lini, we ga are fe'lini va they ga ham are fe'lini. Mana shu uchalasi, ya'ni am is are bular to be. Am is are to be fe'llari bular. Buni chizib ham ko'rsatamiz, xohlasanglar. Mana bu chala fe'lga biz is ishlatyapmiz. Mana bu chalasiga are ishlatyapmiz. Faqatgina I ga am. Tushunarli? Bo'ldi. Endi agar qoidalar, endi gaplarda har doim ham I, he, she'lar kelmaydi-da. Shunaqa qiyin joylarda men o'quvchilarim qiynalib qoladi. Bu payt nima qilamiz? Agar qanaqadir ism kelsa, ismni o'zi kelsa, bitta ism bo'lsa deylik. O bitta bo'lsa is ishlatiladi.
Bitta ism degani yoki u he yoki she degani. Yo'q, o'g'il bola, yo'q qiz bola bilmaymiz. Shuning uchun ikkalasiga ham is ishlatilgani uchun faqatgina is qo'yib ketaveramiz. O'quvchilarim bu nima edi, tarjimasi nima deb so'raydi. Misol uchun like Bob, Bob yokida Paul degan ismlar kelib mumkin. Shu joylarda ham uni tarjimasi qiziqmasdi bu yerda. Bu faqatgina ism. O'shaning uchun biz shunchaki is qo'yib ketamiz bo'ldi. Agar ko'p ism kelsa deylik. Misol uchun chalg'ituvchi narsalar borda. Bob, Paul and me deydi. Bob, Paul va men degani biz ularga ar ishlatamiz. Chunki ko'plikda. Mana shu yerda yozib qo'yaman. Birlik bo'lsa is, nimadir bitta narsa bo'lsa bu is, nimadir bo'lib turib, oxirisida lekin ko'plik bo'lsa, apostol umuman s qo'shimchasi bo'lsa, ko'plik qo'shimchasi bularga aralashadi. Shunchaki oson. Demak, gaplarda ish harakat bo'lmasa, ya'ni fe'l bo'lmasa, ishlatiladigan maxsus fe'l bo'ladi bu to be. Misol uchun ismni aytishda, qayerdanligini, kasbini aytishda va hokazo. I ga am, he she it ga is, you we they bo'lsa ar ishlatamiz. Bo'ldi, shugina. Endi gapni ko'ramiz. Darak gap bo'lsa, pozitiv birinchi ega qo'yamiz. Bu nima? Egalar. I, he, she, it, you, we, theylar. Keyin to be qo'yamiz. To be. Bu nima edi? Bu am, is yoki are. Bo'ldi. Oxirida shu objekt qolib ketmasin. Misol uchun I ga nima edi? Am edi. I am a teacher deymiz. Men o'qituvchiman. Hozirgi zamonda, mana shu joy esdan chiqmasin, hozirgi zamonda o'qituvchiman. Kelasi zamonda o'qituvchi bo'laman desa, bu boshqa narsa ishlaydi. O'tgan zamonda o'qituvchi edim bo'lsa ham, bu formula ishlamaydi. Bu qoida bo'yicha bu gap gapirilmaydi. Endi inkor gap yasab ko'ramiz. Negativ gap. Misol uchun men hozir o'qituvchi emasman, men doktor emasman desam nima deymiz? Birinchi ega mana shu s nimaligini bilib olinglar. Bu subject degani, ya'ni ega. Keyin yana to be, bu ham yana am yoki is yoki are va o'shandan keyin not qo'yamiz. Misol uchun I am not yoki he is not degandek. Oxirida yana object esdan chiqmasin. Ketdik. Misol uchun she is not, mana shu is not deb qisqartirib yozsa bo'ladi. Isn't deb. She is not a nurse deymiz. U hamshira emas degan. Yokida we are not deb qisqartiramiz. Bu aren't bo'ladi. We aren't yokida. We aren't students deyman. Biz talabalar emasmiz degandek. Inkor gapda ham va oxirida question qoldi. Savol gap turi. Bunda endi birinchi to be yoziladi. To be bular. Endi am yozamiz yoki is yoki are. Undan keyin işte qo'shib qo'yib ketayim men ham. Subject va oxirsida object to'ldiruvchi. So'roq. Misol uchun are you deylik people? Sen o'quvchimisan degandek. Hozirgi zamon so'rayapmiz, eslangda bo'lsin, hozir so'rayapmiz. Sen o'quvchimisan deb hozir so'rayapmiz. Yokida is he a doctor? U doktormi? degandek.
darak gapda qanday ishlatiladi? Inkor gapda va so'roq gapda qanday ishlatilardi? Bu hozir biz esladik. Bu mavzular o'z o'quvchilarimizga necha marta o'tganmiz. Bu hozirgi zamoni bo'lgani uchun, mana hozirgi zamon deyapmiz. Shu hozirgi zamon bo'lgani uchun mana shu formula ishlaydi. Eslangiz bo'lsin. Bu hozirgi zamon. Hozirgi. Bo'ldi. Hammaga rahmat. Darsda qatnashganinglar rahmat. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha hammaga xayr.